23. pare. Bismillahirrahmanirrahim. Onundan keyin onun qavmini jazalash uchun osmondan qo'shin, ya'ni farishtalar tushirmadik. Har qavmni halok qilish uchun farishtalarni tushirib bo'lmadik. Faqat bir ovoz bilanla nagahan ular ketib qoldi. Allohning oyatlarini inkor qiluvchi bandalarga afsuski, ularga biror payg'ambar kelsa, uni masxara qilishdi. Ular, ya'ni Makka aholisi, ulardan ilgari o'tgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni bilmamdi. Ular bularning yiniga, ya'ni dunyoga abadiy qaytmaydi. Ularning hammasi qiyomat kuni hisob berish uchun huzurimizga hozir qilinadi. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yomg'ir bilan tirildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudratini kamilasini ko'rsatadigan alomatdir. Biz zaminda nurg'unlagan xurmo bog'larini, uzum bog'larini barpo qildik. Shu zaminda buloqlarni eqitdik. Ular uning, ya'ni bog'larning mevasini yesin. Bu mevalarni ularning qo'llari yaratgan emas. Ular Allohning ne'matlariga shukr qilmamdi. Allah bütün ayıp nuqsonlardan pokdir. U bütün shaylarni jup yaratdi. Zimindən önüb chiqadigan narsalarning, ularning o'zlarining va ular bilmaydigan narsalar, ya'ni ajoyib maxluqotlarning hammasining jupti bor. Ularga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir alomat kechadan iboratki, uningdan kunduzni ayirib etimizda, ya'ni kunduzning nurini yo'q qilib etimizda, ular nagahan qorong'uda qoladi. Kun belgilangan joyiga qarab sayr qiladi. Bu g'olib, hammani bilguchi Allohning oldini ola belgilagan ishidir. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. Oyga sayr qiladigan manzillarni belgiladik. U oxirgi manzilga yetib borganda xurmoning qurib qolgan shexiga o'xshash bo'lib qoladi. Kunning oyga yetilishi, kunning oyga yetilishi, ya'ni ikkisining jam bo'lib qolishi, kechining kunduzdan eshib ketishi, ya'ni vaqt kelmasdan kunduzning o'rnini elishi mumkin emas. Har biri falakda uzib turdi. Ularga bizning kamoliy qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bovlarini Nuh alayhissalomning narsa kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kemasiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam berguchi bo'lmaydi va ularni qutuldirguchi bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz va ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramon qilganligimiz uchun ular qutuldirildi. Ularga rahmatga erishishinglar uchun oldinglardagidan, ya'ni dunyo azobidan va orqanglardagidan, ya'ni oxirat azobidan qo'rqinglar deyilsa, ular buningdan yuz o'riydi. Parvardigorning payg'ambarning rostligini isbotlaydigan oyatlardan bir oyat kelsa, ular buningdan yuz o'riydi. Agar ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan faqirlarga sadaqa qilib beringlar deyilsa, kofirlar mo'minlarga masxara qilish yuzidan, agar Alloh xolisa ta'minlaydigan odamni biz tayinlamdik, sizlar faqat ro'shan gumrohlikdasizlar deydi. Ular, agar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshadi deydi. Ular faqat bir ovoznala, ya'ni Isroil alayhissalomning birinchi qitimliq chog'an surinila kutidi. Ular dunyoda savdo setiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarida u ovoz ularni halok qiladi. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqimi, oilasiga qaytishqimi qodir bo'lolmaydi. Surchilangan hamon ular qabrlaridan chiqib Parvardigori tarafga yuguradi. Ular, voy Isid, bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi. Chunki ular ikki sur orasida uyquda bo'lib azobdan xoli bo'ladi. Farishtalar, ya mo'minlar, uningga javoban, mehribon Allohning va'da qilgan mushu kuni,
Mehribon Allohning va'da qilgani mush kun. Payg'ambarlar rost aytgan deydi. Faqat bir ovoz bilanla ularning hammasi huzurimizga hozir qilinadi. U kunda hech bir insonga qilcha zulm qilinmaydi. Sizlarga faqat qilmishinglarga yarasha jazo beriladi. Shubhisizki u kunda jannat ahllari ne'mat ichidadir. Ular va ularning juftilari jannatlarning soyilari ostida taxtlarga yulangan holda turdi. Ular uchun jannatda turli mevalar bor. Ular uchun jannatda ularning ko'ngli tatgan narsalar bo'ladi. Mehribon Parvardigori tarafidan ularga salom deyiladi. Gunohkorlarga, ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar deyiladi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali, ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Mangla ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimi? Tavsiya qilmadimi? Shubhisizki shayton sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Sizlarga va'da qilingan jahannam mana shu. Sizlar dunyodagi chig'inglarda kofir bo'lganliginglar uchun jahannamga kiringlar. Shu kunda ularning eg'izlarini pechatlab etamiz. Ularning qilmishlarini qo'llari bizga so'zlab berdi. Putlari guvohlik berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. Ya'ni har a'zo uningdan sodir bo'lgan ishni so'zlab berdi. Agar biz xohlasak, ularning ko'zlarini albatta yo'q qilib etardik. Ondan ular yo'l menishga oldiraydi. Lekin ular qandoqmi ko'radisin? Agar biz xohlasak, ularni o'ldirdilar. Surtini mubaddal, ya'ni maymun, cho'shqa yoki tosh qilib etardik. Shuning bilan ular oldig'imi ma'maydi, orqag'imi qaytamaydi. Biz ömrini uzun qilgan odamning tenini ojizlashtirib etamiz. Ya'ni yoshlik qaranliq vaqtidagidan ojizlaydi, qeriydi. Ular buni tushunmamdi. Uningga, ya'ni payg'ambarga bir she'r ta'lim bermidik. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermidik. Uningga she'r munosibmi emas. U faqat tiriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan vaz nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Ular bilmamdiki, ular uchun hayvonlarni qudrat qo'limiz bilan xalq etdik. Ular hayvonlarni boshqarib turg'uchilardir. Hayvonlarni ularga bo'ysundirib berdik. Ular u hayvonlarning ba'zisini minidi, ba'zisini yeydi. Ular shu hayvonlardan foydalanadi va sutlarini ichidi. Ular Parvardigorining bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Ular Parvardigorining bu ne'matlariga shukr qilmamdi. Ular yordamga erishishni umid qilib, Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldi. U ma'budlar ularga yordam berolmaydi. Bular shu ma'budlar uchun, ya'ni ularning xizmati uchun hozirlangan qo'shindir. Ey Muhammad, ular ya'ni mushriklarning so'zi, ya'ni seni inkor qilganligi seni g'amkin qilmasin. Biz haqiqatan ularning dillardagini va oshkor qilgan so'z va harakatlarini bilib turamiz. İnsan bilmemdiki, biz haqiqatan uni obi ma'nidan yaratdik. Endi uni Parvardigorga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. Endi u Parvardigorga oshkora husumatchi bo'lib qoldi. U bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan sunyaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan sunyaklarni kim tirildiraydi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Alloh sizlar uchun yeshil daraxtdan o't paydo qildi. Sizlar uning bilan o't yoqsizlar. Osmonlarni va zaminni yaratgan zot ularning o'qishini yaratishga qodir emasmi? U buningga qodir. Alloh mahir yaratquchidir. Hammani bilguchidir. Allah biror shayni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Allah pokdirki, har bir narsaning egilik huquqi uning qo'lidadir.
O'lgandan keyin uning dargohiga qaytarinsizlar. Sura Saffat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sap-sap bo'lib turgan dushmanlarga qarshi ot silib turgan. Allohdan madad tilab, Kalamullohni tilovat qilib turgan g'azab qo'g'uchi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilohinglar shak shubisiz bir ilohdir. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning parvardigoridir. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zimnatladik. Allohning itoatidan chiquvchi har bir shaytondan uni qo'g'didik. Ular farishtalarning so'zlaridan hech narsani anglayolmaydi. Ular qo'g'inishi uchun har tarafdan oqquvchi yulduzlar bilan etiladi. Ular oxiratda doimlik azobga qoladi. Lekin osmon xabarlaridan o'g'irliqcha bir narsa anglagan shaytonni yo'ruq yulduz qo'g'lab, ko'ydirib tashlaydi. Ulardan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qiluvchilardan so'rab baqqin. Ularni yaratish qiyinmi yo bizning yaratganligimiz yo bizning yaratganlarimiz, ya'ni osmon, zamin va ularning orasidagi farishtalar va cho'ng maxluqotlarni yaratish qiyinmi? Biz haqiqatan ularni, ya'ni ularning asli bo'lgan odamni yepishqoq loydan yaratdik. Ey Muhammad, sen ularning Allohning qudratini ko'rib turib, o'lgandan keyin tirilishni inkor qilganligidan balki ajablanarsan. Ular bo'lsa seni masxara qilishidi. Ularga Qur'on bilan vaz nasihat qilinsa, vaz nasihatni qabul qilmaydi. Ular biror mo'jizni ko'rsa, masxara qilishidi. Ular bu ro'shan sehrdir. Biz o'lib to'piga va quruq sunyakka aylangandan keyin rostli tirilamdik. Bizning burunqi otalarimiz-mu tirilamdi? deydi. Aytqinki, ha, sizlar xor holda tirilasizlar. Bir ovozni, ya'ni Isrobilning chalgan so'zini anglash bilanla mahshargohga hozir bo'lib, o'zlariga nima qilinganligiga qarshib turdi. Ular, voy esid, bizga bu qiyomat kunidir, deydi. Bu sizlar inkor qilgan haq bilan botil ayriladigan kundir. Allah farishtalarga aytdi. Zulm qiluvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufridagi qoyashlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mahshargohga to'planglar. Ondan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Ularni to'xtatib turinglar. Chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol-so'roq qilinadi. Ondan ularga nimishqa dunyodagi holatinglarga o'xshash bir-biringlarga yordam qilmaysizlar deyiladi. Balki ular bugun bo'ysung'uchilardir. Ular bir-biriga qarab munozirlashadi. Ergashtirguchilarga sizlar so'zinglarning rostligiga qasam ichib bizni iymondan to'sitdinglar deydi. Ergashtirguchilarga aytadi. Sizlar o'z ixtiyoringlar bilan mo'min bo'lmadinglar. Bizning sizlarni bizga ergashishga zo'rlaydigan kuchimiz yo'q edi. Balki sizlar bizga o'xshash ozg'an qavm edinglar. Parvardigorimizning bizni jazolash so'zi bizga tegishlik bo'ldi. Biz haqiqatan shu so'z bo'yicha azobni cho'qim tetug'uchimiz. Sizlarni biz ozdirdik. Chunki biz haqiqatan ozg'an edik. Ular, ya'ni ergashtirguchilar bilan ergashguchilar bu kunda, ya'ni qiyomat kunida azobda o'rtaqdir. Biz haqiqatan gunohkorlarga mushundoq qilamiz. Ya'ni ergashtirguchilar bilan ergashguchilarning hammasiga azob qilamiz. Ular haqiqatan mushundoq ediki, ularga bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q danglar deyilsa, kalima tavhiddan takabburlik qilib bosh tortadi. Ular ilohlarimizni haqiqatan bir majnun shoir uchun, ya'ni uning so'zi uchun tashlab etamdiq deydi. Hargiz undaq emas. Ya'ni ish ularning bo'xtan qilg'indak emas. U, ya'ni Muhammad alayhisalom haq dinni ep keldi va payg'ambarlarni tasdiq qildi. Ey gunohkorlar, sizlar cho'qim qattiq azobni tetug'uchisizlar.
Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Faqat Allohning sodiq bandalarilar jazoga tortilmaydi. Ular ma'lum rizqdan, ya'ni turli mevalardan bahramon bo'ladi. Ular hurmatlanadi. Ular nozu-ne'matlik bog'larda, taxtlar ustida bir-biriga qarshib o'tirdi. Ularga eqib turgan, oppoq, ishkuchilarga lazzat beg'ishlaydigan sharoblardan to'ldirilgan jamlar o'ylandirib turildi. Uningda mast qiladigan narsa yo'q. Ular uni ichish bilan mast bo'lmaydi. Ularning yanında erlerden g'ayriga ko'z solmaydigan shahla ko'zlik juptilar bo'ladi. Ular oqliqda go'ya qo'l tegmay saqlangan to'gi qushning tuxumlariga o'xshaydi. Ular, ya'ni ahli jannat bir-biriga qarshib parang silishidi. Ulardan biri aytidi: "Mening bir do'stim bo'lib, u menga sen o'lgandan keyin tirilishga haqiqiy ishnamsan, biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdik" deydi. U birodarlarga: "Sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar?" deydi. U qarabla uni, ya'ni kofir do'stini do'zaxning o'tirsida ko'rdi. U, ya'ni mo'min aytdi: "Alloh bilan qasamki, meni ozdirib aloqqig'li tas qilibdikanda, meni ozdirib aloqqig'li tas qilibdikansan. Agar Parvardigorimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'latdim. Tunji o'lganimizdan boshqa o'lmamdik, azobga duchor bo'lmamdik." Bu, ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. İşləyicilər moşundaq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. Bu, ya'ni jannatning ne'matlari yaxshi ziyofatmi? Yaxshi ziyofatmi? Yoki zaqqum darximi? Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. Shubhisizki, u jahannamning qayrida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsaqlarini to'yg'izadi. Ondan ular uning ustiga yiring bilan qo'ynoq suvning o'rlashtirmasini ichidi. Ondan ularning qo'yadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Ular haqiqatan oti bo'larini gumroh bildi. Ular oti bo'larining izlaridan yugurdi. Ulardan ilgari burunqilar, ya'ni o'tgangi ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Biz ularga haqiqatan ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni avatdik. Ogohlantiruvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. Nuh haqiqatan bizga iltijo qildi. Biz uning iltijosini nima degan yaxshi qabul qiluvchidurmiz? Biz uni va uning tavalarini cho'ng g'amdan, ya'ni suvda g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Uning naslini boqiy qoldirdik. Keyingilar, ya'ni keyingi avlodlar ichida uningga yordam nom qoldirdik. Uningga yaxshi nom qoldirdik. Xaloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdan edi. Ondan biz boshqalarni, ya'ni Nuh qavmining kofirlarini suvda g'arq qildik. İbrahimmu haqiqatan Nuhning diniga tavalatin edi. Öz vaqtida İbrahim Parvardigoriga sog'lom, ya'ni mushriklikdan, shakdan pok dil bilan kelgan edi. Öz vaqtida u otasi Ozarga va qavmiga ularni ayblab aytdi. Sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib yolg'on ilohlarga cho'qinamsizlar? Olamlarning parvardigori bo'lgan Allohga nimishqa gumon qilasizlar? U yulduzlarga qaradi. Ondan: "Men haqiqatan kasal bo'lib qolaman" dedi. Ular uningdan yuz o'rib ayrilishdi. Ya'ni uni tashlab ketishdi.
İbrahim asta ularning butlarının yeniga berib, masxara qilish yuzidan bu tamoqdan yemamsizlar, nimishqa gap qilmaysizlar dedi. Ondan ularga yuzlanib, o'ng qo'li bilan urib pochaqlashga kirishdi. Ular, ya'ni qavmi İbrahimning yeniga oldirab, soldirab kelib, biz ularga cho'qinib-vatsaq, sen ularni chiqib tashlamsan dedi. İbrahim aytdi. O'zinglar uyubda yasagan butlarga cho'qinamsizlar? Halbuki sizlarni va yasagan narsanglarni Alloh yaratgandir. Ular İbrahim uchun bir bino selinglar, uni o'tin bilan to'ldirib o't yiqinglar. O't yonganda uni o'tga tashlanglar dedi. Ular İbrahimni o'tga tashlash bilan uningga suiqasd qilmoqchi bo'ldi. Biz İbrahimni o'tdan salomat qutqizish bilan ularni mag'lub qildik. İbrahim aytdi. Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi. Parvardigorim menga bir yaxshi farzand ota qilgin. Biz İbrahimga noyati muloyim bir o'g'il bilan xush xabar berdik. U İbrahimning ish kuchlariga yorug'idek bo'lgan chaqda İbrahim: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab qurbonlik qilishga amr qilinib tushibdiman. Amr qilinib tushyaptiman. Payg'ambarlarning tushi haqiqatdir va ularning ishlari Allohning amri bo'yicha bo'ladi. O'ylab boqqina, sening qanday fikring bor?" dedi. U aytdi: "Ey ota, nimaga buyurilgan bo'lsang, shuni ijro qilgin. Xudo xolisa, uning meni sabr qilguvchi topsan." İkisi Allohning amriga bo'ysundi. İbrahim uni, ya'ni o'g'lini bo'g'izlash uchun yeni yotqizdi. Biz uningga: "Ey İbrahim, heliqi tushni ishga oshirding, ya'ni tushingda buyurilganni bajo keltirding" deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Bu haqiqatan ro'shan sinoqdir. Biz uning o'rniga cho'ng bir qurbonlikni, ya'ni jannatdan chiqqan qo'shqarni berdik. Keyingilar ichida uningga yaxshi nom qoldirdik. İbrahimga salom bo'lsin. İbrahimga salom bo'lsin. Biz yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. U haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. Uningga biz payg'ambar bo'ladigan va yaxshilardan bo'ladigan Ishoq bilan xush xabar berdik. İbrahimga va Ishoqqa dinning va dunyoning barkatlarini ato qildik. Ularning naslidan yaxshi ish qiluvchilarmi, gunoh va kufri bilan o'ziga oshkora zulm qiluvchilarmi chiqadi. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga payg'ambarlik bilan ihson qildik. Ularni va ularning qavmini, ya'ni Bani Isroilni cho'ng g'amdan, ya'ni Fir'avnning ularni qul qilishidan xalos topqizdik. Biz ularga yordam berdik. Shuning uchun ular g'alaba qildi. Ularga ro'shan bir kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ularni to'g'ri yo'lga boshladik. Keyingilar ichida ularga yaxshi nom qoldirdik. Musaga va Harunga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Ular haqiqatan bizning mo'min bandalarimizdandir. İlyasmu haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmiga aytdi: "Allohdan qo'rqmamsizlar? Sizlar yaratquchilarning eng afzali Allohni tark etib, Baili nomli butqa cho'qinamsizlar? Allah sizlarning parvardigoringlardir va burunqi ota-bovanglarning parvardigoridir." Ular uni inkor qildi. Shak shubhisizki ular azobga hozir qilinadi. Faqat Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Keyingilar ichida uningga, ya'ni İlyasga yaxshi nom qoldirdik. İlyasga bizdan salom bo'lsin. Biz haqiqatan yaxshi ish qiluvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Haqiqatan u bizning mo'min bandalarimizdandir. Lut haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida Lutni va uning tabalarining hammasini qutqizdik. Faqat Momay, ya'ni Lutning ayolini qoldirib halok qildik. Ondan qolganlarni, ya'ni uning qavmidan bo'lgan kuffarlarni halok qildik.
Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atdigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar? Yunus haqiqatan payg'ambarlardandir. O'z vaqtida u qavmidan qochib, kishilar bilan to'shqan bir kemaga chiqib oldi. Kemidagilar chek chiqqan odamni dengizga tashlab, kemining yukini yengiltish uchun chek tashlashdi. Yunus chekda mag'lub bo'lganlardan bo'lib dengizga tashlandi. Uni cho'ng bir baliq yutib etdi. U qavmini tashlab, Parvardigorning iznisiz chiqqanligi uchun ayblanishga tegishli edi. Agar u tasbih etquchilardan bo'lmasaydi, baliqning qorinda albatta qiyomatga chiqoladi. Uni biz dengiz sohilidagi bir qurg'oq yerga baliqning qorindan otdik. Ayni vaqtda u kasal edi. Uning ustiga soy tashlab turish uchun bir to'p qovini o'stirib berdik. Uni biz 100 ming, balki buningdan ko'p bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Ular va'da qilingan azobni ko'rgan chog'da iymon etdi. Muayyan muddatgacha, ya'ni ajli yetganga qadar ularni hayotdan bahramand qildik. Ey Muhammad, ular ya'ni ahli Makkadan so'rab baqqinki, qizlar Parvardigoringga, o'g'illar ularga mansubmi? Yoki biz farishtalarni kishi yaratgan bo'lib, ular bizning yaratganligimizni ko'rib turganmi? Shuning uchun shundoq demdi. Bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib, Allohning bolasi bor deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Allah o'g'illarni tanlamay, qizlarni tanlaganmi? Allah o'g'illarni tanlamay, qizlarni tanlaganmi? Sizlarga nim bo'ldi? Qandaqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Fikr qilmamsizlar? Yoki Allohning bolasi borligiga aniq pakitinglar bormi? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, kitobinglar, ya'ni Tavratni ilib kelib, menga ko'rstinglar. Ular Alloh bilan jinlarning orasida qudubachilik bor deb jo'yladi. Jinlar shak shubhasiz biladi-ki, ular, ya'ni shu so'zni qiluvchilar do'zaxga cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekadi. Allah ularning Allohning bolasi bor deb sifatlaganlaridan pokdir. Lekin Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Ya'ni Allohni ularning sifatlaganlaridan pok e'tiqod qiladi. Ey kofirlar, shubhisizki sizlar Alloh do'zaxga kirishni putivatgan kishidan boshqa hech ahadini ozdirolmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarmi ozdirilmaydi. Farishtalar aytadi: bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Biz haqiqatan ibodatda sap tortib turg'uvchilarmiz. Biz haqiqatan Allohga tasbih etquchilarmiz. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari hamisha agar bizda burunqilarninkidek, ya'ni o'tgangi ummatlarning kitoblaridek bir kitob bo'lsaydi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'lardik, deydi. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoqqa qolmay kufrining oqibatini biladi. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qiluvchilardir. Ular, ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nozil bo'lgan chog'da ko'rgin. Ularmi uzunga qolmay kufrining oqibatini ko'rdi. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. Azob ularning o'ylisiga tushgan chog'da ogohlantiruvchilarning attigini nima degan yomon? Ulardan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nozil bo'lgan chog'da ko'rgin. Ularmi uzunga qolmay kufrining oqibatini ko'rdi. Qudrat egisi bo'lgan Parvardigoring ularning sifatlaganlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Sura Sad. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sad
Şanlı Kur'an bilen qasamki, bu Kur'an haqiqatan mo'jizdir. Balki kafirlar imondan bosh tortmoqda va Rasulullohga muxolifatchilik qilmoqda. Ulardan ilgari kufri tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildi. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Holbuki bu qochadigan vaqt emas. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Kafirlar aytdi: "Bu bir yolg'onchi sehrgardir. U nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish." Ularning, ya'ni Qurayshning kattalari so'rinlaridan qo'zg'alib chiqib aytdi: "Sizlar meninglar, ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilingan bir ish. Ya'ni Muhammad sizlarni dininglardan tandirib, sizlarga o'zining ustunlik qozonishini iroda qiladi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasara dindikilardan anglamadik. Bu faqat o'ydirmidir. Qur'on bizga nozil bo'lgan, uningga nozil bo'lmadimi? Balki ular mening zikrim, ya'ni Qur'ondan shaktidir. Balki ular texi mening azobimni tetig'ini yo'q. Yoki ularda g'olib, noiti ko'ramlik Parvardigoringning rahmatining xazinlari bormi? Yoki ular osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligiga egami? Agar ular ega bo'lsa, ular o'zlarini osmonga elib chiqadigan sho'tlarga chiqsin. Ular Rasulullohga qarshi jamoalaridan uyushgan, mag'lub qilinadigan qo'shindir. Ulardan, ya'ni Quraysh mushriklaridan ilgari Nuh qavmi, Ot qavmi va qo'ziqlar egisi Fir'avn qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Samud qavmi, Lut qavmi va Aykiliklar, ya'ni Shuayb alayhissalom qavmimi payg'ambarlarni inkor qildi. Ani shular payg'ambarlarga qarshi uyushgan jamoalar edi. Ular, ya'ni jamoalardan payg'ambarlarni inkor qilmagan birmi yo'q. Shuning uchun ularga mening azobim tegishli bo'ldi. Bular, ya'ni Makka mushriklari faqat bir ovoz, ya'ni birinchi qitimliq surnilar kutdi. U qaytalanmaydi. Ular masxara qilish yo'li bilan: "Parvardigorimiz, sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga boldurroq qiyomat kundan ilgari bergin" deyishdi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Dinda kuchlik bandimiz Davudni eslagin. U haqiqatan Allohga itoat qiluvchi edi. Biz haqiqatan tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan attigini oqshimi tasbih aytadi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularmi taraf-tarafdan to'planib Davud bilan birga tasbih aytadi. Tog'larning, qushlarning hammasi Allohga itoat qiluvchidir. Davudning saltanatini kuchaytirdik. Uningga hikmat va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik. Ey Muhammad, da'vo qiluvchilarning qissasi sana yetdimi? O'z vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan ortilib tushdi. Ayni vaqtda ular Davudning yeniga kirdi. Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga: "Qo'rqmag'in, biz bir-birimizga chiqilgan ikki da'vogorimiz. Bizning oramizda odillik bilan hukm qilgin. Nahaq hukm chiqarmag'in. Bizni to'g'ri yo'lga boshlag'in" dedi. Ularning biri: "Shubhisizki, mening bu qarindishimning 99 sog'lig'i bor. Mening bir sog'lig'im bor. Qarindishim u bir sog'lig'imni menga bergin deydi. Aramizda bu to'g'riliq munozir bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi" dedi. Davud aytdi: "U sening sog'lig'ingni o'zining sog'liqlariga qo'shilishni talab qilib, rostla seni bo'zaq qilibdi. Nurg'un sheriklar, ya'ni do'stlar, shubhisizki bir-biriga chiqiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amalni qilganlar bir-biriga chiqilmaydi. Bular ozdir." Davud bizning uni singanligimizni bildi. Parvardigordan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afv qildik. U bizning dargoyimizda albatta
yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalifa qildik. Kishilarning orasida odillik bilan hukm chiqargin. Nafsi xohishga ergashmaginki, u seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Allohning yo'lidan ozganlar hisob kuni, ya'ni qiyomat kunini unutganliklari uchun haqiqatan qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonni, zaminni va ularning ortisidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Kofirlarga do'zaxdan voy. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdik yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdik. Bu ularning oyatlarni tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining vaz nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Biz Davudga Sulaymonni ato qildik. Sulaymon nima degan yaxshi banda? U Allohga haqiqatan itoat qiluvchi edi. O'z vaqtida kashqurunligi uningga yaxshi yuguruk otlar to'g'rilandi. Sulaymon aytdi: "Men haqiqatan otlarni Parvardigorimni eslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha ularni ko'zdan kechirish bilan bo'ldim." Sulaymon aytdi: "Otlarni mening oldimga olib kelinglar." Otlar ilib kelingandan keyin Sulaymon ularning podshohlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. Biz haqiqatan Sulaymonni sinadik. Uning taxti ustiga bir jasadni tashladik. Ondan u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. Sulaymon aytdi: "Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan keyin, mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilguvchisan." Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzon mang'atdi. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchi marjonlarni ilib chiqalaydigan g'avvos shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Yana nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz. Uningdan sen xohlagan kishiga bergin yoki bermagin, bu haqda sendan hisob ilinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Bandimiz Ayyubni eslagin. U o'z vaqtida Parvardigoriga iltijo qilib, "Shayton menga haqiqatan jafo mushaqqat va azob yetkazdi" deb nido qildi. Uningga "Putung bilan yerni tepgin" dedik. U puti bilan yerni tepdi, suzuk bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga "Bu bo'ysunsimi bo'ladigan, bu yuyunsimi bo'ladigan, ishsimi bo'ladigan so'g'uq suvdir" dedik. Biz uning kesal vaqtida hodisiga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yangidan berdik. Ular bilan birga bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun vaz nasihatdir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni ilib, uning bilan oyolingni urg'in, qasimingni buzmag'in dedik. Biz Ayyubni haqiqatan sabrchan bayqadik. U nima degan obdan banda? Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchidir. Haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguchidir. Ibodatda kuchlik, dinda basiratlik bandalarimiz İbrahim, İshaq va Yaqubni eslagin. Ularni biz pok xislatlik, oxiratni eslab turadigan samimiy kishilar qildik. Ular bizning dargohimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. İsmoilni, İlyasani va Zulkiflini eslagin.
Ularning hammasi yaxshilardindir. Bu vaz nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. U turalg'i bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ular jannatlarda taxtlarga yo'linib o'tirdi. Ular jannatlarda nurg'un meyvelarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akeltirib turdi. Ularning yonlarida erlaridan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qurami o'xshash juftliklar bo'ladi. Bu sizlarga qiyomat kunda va'da qilingan ne'matdir. Bu haqiqatan bizning otayimizdirki, u hargiz tugamaydi. Bu haqiqatdir. Kofirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. U jahannamdir. Ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Bu ko'ydirguchi qiziq suvdir. Qon yeringdir. Ular buni tetsin. Yana ularga mushu xildagi boshqa turlik azoblar bor. Әгәшкүчеләр белән дозаққа кірген чағда, әгәштіргүчілерге айтылды. Bu jamoa sizlar bilan birga kirgüchidir. Әгәштіргүчілер айтылды. Ular qarşı ilinmaydı. Ular çoqum bizga o'xshash azobni tetug'uchi. Bizga o'xshash azobni tetug'uchidir. Әгәшкүчілер айтылdı. Balki sizlar qarşı ilinmaysizlar. Sizlar azobni bizga elib keldinglar. Yani bizni ozdirib, dozaqqa kirishimizga sababchi bo'ldinglar. Bu nima degan yomon joy? Ular yani әгәшкүчілер. Parvardigorimiz bizga bu azobni ep kelgan odamga dozaq azobini 2 hassa ziyoda qilgin deydi. Ular yani kofirlarning katta boshlari aytadi. Biz dunyodagi chog'da yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, yani mo'minlarni dozaqda ko'rmaymiz-ku. Ularni biz dunyodagi chog'da masxir qilatdikmi? Yoki ulardan ko'zda ig'ib ketdimi? Yani yoki ular dozaqda biz bilan birga tursimi ko'rmayvatamdiq? Ahli dozaqning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Ey Muhammad, Makka kofirlariga aytqinki, men faqat bir ogohlantiruvchiman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U Alloh osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir. G'olibdir. O'zi xohlagan bandalarni noit mag'firat qiluvchidir. Ularga aytqinki, u yani Allohning birligiga da'vat qiluvchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. U yani Allohning birligiga da'vat qiluvchi payg'ambar ekanligim cho'ng xabardir. Sizlar uningdan yuz o'raysizlar. Farishtalar Odam alayhissalom to'g'risida munozirlashayotgan chog'da men ularning ahvolini bilmaydim. Menga faqat vahiy qilindiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga aytdi. Men haqiqatan loydan bir odam yordiman. Uni men Ravruz yaratgan, yani uni yoritib suratga kirgizib, a'zolarini to'liq mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar. Farishtalarning bir muqammay hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar bo'yin tovliq qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Alloh aytdi: Ey iblis, men o'z qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nima to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmaslikning takabburlik qilganligingdanmi yoki yuqori martabaliklardan bo'lganligingdanmi? İblis, men uningdan ortiq meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding dedi. Alloh, sen jannatdan yo'qol. Sen haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin dedi. İblis, Parvardigorim, menga xaloyiq tirildirilgan kuni, ya'ni qiyomatgacha muhlat bersang, yani meni hayot qoldirsang dedi. Alloh, jazman sana ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi dedi. İblis aytdi. İzzeting bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman.
Ulardan faqat tanlangan bandilaringlar buningdan mustasno. Ya'ni ularni ozdiranmayman. Allah aytdi. Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. Sen bilan va ulardan sana agashganlarning hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizaman. Aytqinki, Allah tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftira qiluvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar. Sura Zumar. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ның ismi bilan başlayman. Bu kitap g'olib, hikmet bilan ish qiluvchi Allah tarafidan nozil qilingandir. Sana biz bu kitobni haqiqatan haq bilan, ya'ni haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil qildik. Diningni sherikdan va riyodan sap qilgining holda Allohga ibodat qilgin. Bilinglarki, sherikdan va riyodan sapdan Allohga xosdir. Allohni qo'yib butlarni himoyachi qilib olganlar. Bizning ularga cho'qinishimiz faqat ularning bizni Allohga yaqinlashtirishi uchundir, deydi. Allah haqiqatan qiyomat kuni ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqaradi. Allah haqiqatan yolg'onchini, Allah'ның ne'matlariga kufrilik qiluvchini hidoyat qilmaydi. Agar Allah baliq tutishni xohlasa edi, albatta, maxluqot ichidan xohlaganni ixtiyor qiladi. Allah baliq tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Allah osmonlarni va zaminni haq asosida yaratdi. Allah kechini kunduzga kirgizadi va kunduzni kechiga kirgizadi. Allah kun bilan oyni bandalarning manfaatiga bo'ysundirib berdi. Ularning har biri muayyan vaqtgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Bilinglarki, u ya'ni Allah o'z ishida g'olibdir. Bandalarning gunohlarini to'liq mag'firat qiluvchidir. Allah sizlarni bir odamdan yaratdi. Ondan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratdi. Ve hayvanlardan 8'ni sizler üçün yarattı. Allah sizlerni onanlarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi mani, ondan laxti qon, ondan parcha go'sh bosqichlariga bo'lib, 3 qorong'uliq, ya'ni bola hamrohining pardasi, bachchadan va onaning qursig'i ichida yoritadi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Padişahlık Allah'a xosdir. Onundan başqa hech iloh yo'qdir. Qandaqmı onunğa ibodat qilishdan, onundan g'ayriga cho'qinishga burilib ketisizlar? Agar kofir bo'lsanglar, Allah sizlardan behojatdir. Allah bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Allah sizlarning qilgan shukringlardan rozi bo'ladi. Bir gunohkor odam boshqa birovning gunohini ustiga olmaydi. Ya'ni har odam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Parvardigoringlarning dargohiga qaytsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. İnsonga biror ziyon zahmat yetsa, Parvardigoriga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ondan Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan. Uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib etgan chog'da Allohga ziyon zahmatni ko'tarib etish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib, bu fani dunyodan ozg'in vaqt bahramand bo'lg'in. Sen cho'qim do'zaxiylardandirsan. Allohga sherik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Parvardigorning rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, bildiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat
sağlam aql egalari ibrat oladi. Aytqinki, ey Allohning mo'min bandalari, Parvardigoringlarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qiluvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Aytqinki, men dinni sherikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim. Aytqinki, agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, shubhisizki buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. Aytqinki, dinimni sherikdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilaman. Sizlar Allohdan boshqa xoliqinglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortqizuvchilar qattiq ziyon tortquchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. Ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't o'rib oladi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarini qo'rqitadi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. Shaytonga va butlarga cho'qinishdan yiroq bo'lganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga jannat bilan xush xabar beriladi. So'zga quloq solib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xush xabar bergin. Ani shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ani shular sog'lom aql egalaridir. Kimga azob va'dasi tegishlik bo'lsa, u cho'qim do'zaxga kirdi. Sen do'zaxdagi odamni qutqiza olamsan? Lekin dunyoda Parvardigordan qo'rqqanlar jannatda qavat-qavat oliy imoratlardan bahramon bo'ladi. Ularning ostidan o'stanglar eqib turadi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen bilmamsanki, Alloh bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Ondan uni yerga singdirib, buloqni paydo qildi. Ondan Alloh uning bilan rangi xilma-xil ziroatlarni undirdi. Ondan u quriydi. Uning sarg'ayib ketganligini ko'rsan. Ondan Alloh uni shox shumbug'iga aylantirdi. Uningda haqiqatan aql egalari uchun Allohning qudratini ko'rsatgan ibrat bor. Alloh ko'ksini islom uchun keng qilgan, Parvardigorning nuri ustida bo'lgan odam, dili ko'r odam bilan o'xshashmi? Allohning zikrini tark etganlikdan dillari qetib ketganlarga voy. Ana shular ro'shan gumrohlikdir. Alloh so'zlarning eng chiroylisi bo'lgan Qur'onni nozil qildi. Fasohatda, balog'atda uning ba'zisiga o'xshab ketadi. Vaz nasihatlar, ahkomlar, qissalar uningda takrorlanadi. Qur'ondagi azob oyatlari tilovat qilingan chog'da Parvardigordan qo'rqadigan kishilarning badanlari titraydi. Ondan Allohning zikri uchun, ya'ni Allohning rahmati, mag'firatiga doir oyatlar tilovat qilingan chog'da ularning badanlari va dillari yumshab orom topadi. Ani shu, ya'ni Qur'on Allohning hidoyatidirki, uning bilan Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh ozdirgan odamga hech hidoyat qiluvchi bo'lmaydi. Qiyomat kuni qattiq azobni yuzi bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi? Zolimlarga, ya'ni kofirlarga qilgan gunohinglarning jazosini tetinglar deyiladi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlar payg'ambarlarni inkor qildi. O'ylamagan yerdan ularga azob keldi. Alloh ularga bu dunyoda xorliqning ta'mini tetitdi. Oxiratning azobi texmi buyukdir. Ular oxiratning azobini bilsaydi, payg'ambarlarni inkor qilmaydi. Biz kishilarni vaz nasihat oson deb bu Qur'onda ularga turli misollarni bayon qildik. Qur'on arabchadir. Agirlikdan xolidir. Umidki ular Qur'onning ma'nosini tushunib, kufridan saqlang'ay.
Allah sizlarga mundaq bir misolni keltirdi. Bir qul bo'lib, uningga ish qilishni talishadigan nurg'un xo'jayinlar igdorchilik qiladi. Birisi bu ishqa, birisi u ishqa buyuruydi. U kimni rozi qilishni bilolmay qoladi. Yana bir qul bo'lib, u bir odamga xosdir. Bu ikki qul, ya'ni uning ahvoli barobarmi? Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ular, ya'ni mushriklarning to'lisi bilmaydi. Sen haqiqatan o'lisan. Ularmi haqiqatan o'ladi. Ondan keyin sizlar qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida bir-biringlar bilan da'vo qilasiz.